Bugün bizden atağlık sanatkarlarımız, akademiz Necat Niyazkan Ustaz bilen, Gülcemal Adimiz bilen birlikte Necatkan kurup çıkan Necat Yıldızı suratxanasıga kelip işki ustaz bilen körüşüp, atayn körüşkene keldim. Şunda hoş buldum. Kırsam insanlar hemmesi görüp şunda hoş buldum. Qarsam şunda çıraylık tutarlarını kızıptı Necatkan. Hakikaten bir köngüllük pek bir arkana adam kirip bir olturup bir huzur ilip çıkıp ketadiganmi ya boptu bu. Rasmxanla emas. Nurgun mezmun var. Kiyim kechaklardan tatip bayatın qarsam. Aylıla ilaçlardan tatip. Şunda hoş buldum. Dünün bir gün keleme qağatıp bugün nädim olmasın yağmur boranny. Saatne kelme çokum kilayli. Atayın keldik ben hoş buldum. Rahmet. Şundan ilip görmekçi Necatkan Gülcemal'dan talep kaldı. Üzerine itkim geldi. Balılığım degan bir ijodiy naqsham batdi. Rahmat. Balılığın yurtumda ötken eken ay quyoshi bishimga nur tökken eken balılığın yurtumda ötken eken ay quyoshi bishimga nur tökken eken qush kabi uchup yayrab qıqıp qanat parvozimga olam quchab boshqan ekan qush kabi uchib yayrab qıqıp qanat parvozimga olam quchab boshqan ekan yurtumga kep balalıkka yanay desem uçağdaki havas oti öşken eken ama o qancha aslash bilan kifoylandim balalığım yurt qo'yniga singan ekan ama o qancha aslash bilan kifoylandim balalığım yurt qo'yniga singan ekan balalığım yurtumda o'tgan ekan ay quyoshi bishimga nur tökkan ekan qush kabi uchib yayrab qıqıp qanat parvozimga olam quchab boshqan ekan qush kabi uchib yayrab qıqıp qanat parvozimga olam quchab boshqan ekan balılığım yurtumda tez o'tgan ekan Rahmat. Çünkü mening aşı kichik aşı sanat şu yana o'qiyotgan vaqtimdan tartib bilsizlarda sizlar. Şu yanda. Shunda. Biz ham de mana aytganda oldi bilan Nurmuhammad Tursun akamiz bilan tanishgan. Akamiz bek ishimiz bek cho'ng farqlanib ketmagandan keyin birga ishlagandan keyin ismini undan atablab ko'rib qolib ekanmiz. Tanıştık, anamın siz bilen tanıştık. Uzun yıllar öttü. Keyingi vaqtlarda sizlar orqali sizlarning oilanglarni bildik.
shunday bir esil, shunday bir xil muzika, san'at, madaniyat oilasidan kelib chiqqanlarni bildik. Hozirgacha shunday yaxshi o'tib ketyapmiz. Bo'libman sizningki shu ijodiyatlaringiz, sizning naqshlaringiz butun xalqimizni shaxsan hamda anglatish hammamiz shunday yaxshi ko'ramiz, yaxshi turib anglaymiz. Anglatish bilsam mening opam shu sizning ismingiz chiqsa shunday so'zlab ketdi. Ba'zi naqshlarni turib bizga shu vision orqali bizga yo'llab turdi sizning naqshlaringizni. Bunda bir ko'nglim qoldi. Bu jihatdan yaxshi natijalarni qozonamiz. Ammo bugun hamda birisi bizning suratxonda bilan paranglashadi. O'zimizning ta'sirotlarimizni mayli ijodiyatga keyingi qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz haqida Rasululloh biz orqali xalqimizga xabarlar bo'lsa kelganingizga rahmat. Albatta oldinga kelishim kerakdi. Chunki shu televiziyada berilgan naqshi musiqalarimiz va siz yetakchilik qilib, ustozlik qilib, mayli men o'rinlagan naqshlar bo'lsin, ondan akam bilan o'rinlagan ajamni shu vaqtda siz ishlagan 96-yilda Xurshid Avapar ustoz ishlagan, sizlar ishlagan shu programmada bekitilib siz kelib ko'rib ketgandingiz. Bir sizga o'rinlab bergandik. Akam uy kelib bir ko'rib ketib, bekitib ketgandingiz. Shunda aniq esimda. Sonrasqa yani biz uchun hammamiz uchun bir ustoz hisoblanadi. Sahnaga chiqib biz shu yo'llar bilan tonildik. Shunga rahmat. Endi san'at oilasida tug'ilib o'sib tashlagan odamning o'zini besi undan boshqa men bo'libmi shu Şinjan'da asıllık milletlerinin üstün müzikadan ixtisosli xodimlarni yetildirish siyosatiga shunday bir yaxshi siyaset to'g'ri kelib shu Shanxay müzik shu yerda imkon berib tanlanib ishlashadi. Mas kompozitorlik kasbini. Aşağıda kaç yıl okudunuz? 5 yıl. 5 yıl okudunuz ha? Doğru. Taze resmi hükümetiye vakti sonra noş kanat toptu da bu Doğru anladık bu. Bayağı siz degandek biz nurg'un artistlarimizga, san'atkorlarimizga masalan sahna yaratdik yoki sharoit yaratib berdik degan shuna bir nomga erishgan bo'lsakmi, amaliyotda shunday sizlardek yaxshi san'atkorlar, esil ijodiyatlar, asarlar har xil mazmun, har xil shakldagi ashuna asarlar bo'lmasa, biz bo'lolmaymiz amaliyotda. Biz faqat bir ko'rgilik rol o'ynaydigan biz bir tashkillikchida mana aytganda. Endi hozir Ma'u birisi o'zingizning ijodiyatlari endi bu jihatdan jiq gap ketmaydi siznikiga. Endi men o'qish tarixingizni rasman bakiliq aniq bilmayman. Anglagan lekin 5 yil o'qiganingizni men bildim. Bu haqiqatan şu vaqtga biz til o'tkazib o'tamiz, lekin kasbdan o'talisaklar, ana bir yil chanchun do'ngishiladi. Tilda tarbiyalandim. Kelimiz, andan rasmiy kasb. Ayda 4 yil. 5 kasbda 5 yil. Anından şu 6 yil oldu. Bu yaxshi o'tgan. Endi bu yil endi hamma jihatdan bak yaxshi o'tib ketdi. Hayotmi, keng ko'lamda ichilib ketgan o'xshaydi. Aldığın ayda berip siz bilen nimede olcada uçlaştı. Tuyuksuzlar sizden ayda yüzünlerinin evlat otağı uyumlar hem de şöyle ki nime Altışar aşağı seyahat merkezinin en merkez noktası keserinin koruyunlar hem de ayağını açkan dikiler sizden aldığı çıkıp kaptım bu koru. Anadaki üçünüz özgertkeninizi kördüm. Görüştük, ikimiz o yerde görüşüp ayda paralaştık. Anadaki senever tursun. Müzik ailesi degan nima hükümetning unimi bekitibdi. Balki bu yerda sizning bir yurish planlaringiz bo'lishi mumkin endi axcham. Hem deyishadi, hozir ma yaqinda yana shu oila nima muqam qilish nuqtasi. Muqam xalq naqshlari tarqitish bazasi degan. Nomlarni berdi. Muborak bo'lsin.
Senden şagird terbiyeler, ben de işler çıkanlardım. Yana G'uljadagi usta san'atkorlarni taklif qilib qo'rada davomli bir shu ilim naqshlari, xalq naqshlari, muqamayli har qanday ijodiyatga san'atkorlarni işte taklif qilib qo'rada davomli sayohatchilarga shu tashviq qilish shu muzika shunday bir sharoit yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Muborak bo'lsin. rahmat. Yaxshi. Ondan keyin bizmi cho'qim yana berib, ashalarni nuqtaliq bir ko'rsatib, yaxshi filmlar bilan, yaxshi program ishlarni, ya shu kuchli yig'ib tashviq qilamdi. Bu jihatdan qanchalik bir ishlarimiz biz cho'qim xizmat qilamiz. Sizga rahmat. Voy naqshlarni yaxshi rahmat. Ko'ngillik.